Hormanglar. Demak, yangi to'sinlar ham ketgani tom yopishga xudo xolasa. Usta akalarimiz tushirib yotdi. Naryoqda yana chorniy patolog ham ketdi, ha, usta aka? Chorniy patologda yana, ha? Qaysi? Tushirayotgani. Ha, chorniy patolog. Demak, yaqin kunlarda tom yopiladi, ha? Xudo xolasa. Tamam. Gap yo'q. Respekt. Yep yengani chorniy patologlar kelgan. Umr aka bu yerda yo'qlar, ishlamayaptilar. Bu Umr aka emas bu. Bu man. Xohlasangiz men siz oling, men tashlab turaman. Xullas, erta indin tomimiz yopiladigan bo'lsa, sifatli hali qurmagan mana. Yangi chorniy patologlar ketdi. Nasib bo'lsa buni chorniy patolognichi qalinliklari 2 sm dan ko'p ekan. Tak, uzunligi 2,5-3 metr ekan. Ma'mulari 2 metrdan ekan. В целом zo'r, gap yo'q. Naryoqdagilar yog'och tushirishyapti. Ko'rsatdim ularni, hozir tepaga chiqamiz. Subhanalloh. O'sha sesmalarni qo'yib bo'lishibdi usta akalarimiz. Osmonda oyimiz ham ko'rinib qolibdi. Tak. Bu tomonimiz ham tayyor bo'lib qolibdi. Nasib tom yopishga ancha yaqinlashibmiz. Selim gap yo'q. Hozir tepadan ham bir obzorchik qilamiz. Usta akalarimiz молодцы. Bu yoq tomonlarni boplab tashlashibdi уже. Gap yo'q. Selim. Ops. Опали. Опс. Молодцы. Sesmalarni ustidan ko'rsatib ketaylik. Tepadan qisqacha obzorchikda yog'och tushirilyapti va undan tashqari shuncha ishlar bo'lganligini sizlarga ko'rsatdim. O'sha maqsadda yana qaytadan video oldim. Hozir nari tomonga ham chiqamiz. Ko'ryapman. Usta akalar bu yoqda bemalol temirlarini qo'yib, xudo xolasa nasib bo'lsa bog'lab, apolavkalarni qotirishyapti.